Aytadilar, agar ayol kishi eri uchun ziynatlanib kutib olib, erini xohlasa-yu, eri charchadim yoki shunga o'xshash bahonalar bilan ayolini rad qilaversa, bunda ayol qanday yo'l tutsa bo'ladi? Axir ayol kishining ham nafsi bor-ku. To'shakdagi haqqini bermasa nima qilsin bu borada debdilar. Birinchidan qarash kerak. Bu erkakda yana boshqa xotinlari bormi, yo'qmi? Agar erkakda boshqa xotinlar bo'lsa, ayol buni tushunishi kerak va o'zi shuning uchun aytamiz, mana ko'p xotinlikka rozi bo'ladigan ayollar mana shu narsalarni bo'yniga olib tegish kerak. U ayolga nisbatan bu ish masalan 3 kunda bir, 4 kunda bir bo'layotgandek tuyular. Lekin erkakka nisbatan bu har kun. Bir odamning masalan 3 ta 4 ta xotini bo'lsa, tabiiyki har bir xotini keyin o'zini kunida undan xohlaydi va tabiiyki bu erkak keyin har kun o'shanaqa ish bilan mashg'ul bo'ladi. Va bunaqa holatda u erkak charchaydi, uni sog'lig'iga ham ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun ko'p xotinlikka rozi bo'lib turmushga chiqayotgan ayol shu taqdirga rozi bo'lishi kerak. Erkak kishini bu narsada adolat vazifasi emas. Ya'ni erkak kishining qo'lida emas bu chunki. Alloh qodir qilgan bo'lsa qiladi, qodir bo'lmayotgan bo'lsa erkak kishi bu narsaga majbur emas, uning hech qanday javobgarligi yo'q erkakda. To'g'ri, fuqarolar buni masalan belgilaydi. Bir poklikda bitta bo'lishi kerak hech bo'lmaganda ayol kishiga. Ya'ni masalan bir hayz kelgunga qadar poklangandan keyin ya'ni bu hayzga qadar bir marta hech bo'lmaganda shu ish bo'lishi kerak deb lozim qilishgan. Bo'lmasam erkak odam xotiniga ixtiyorini beradi. Yashasang shu mening hayotim mana. Bo'lmasam bor javobing o'zing bilan, meni ham o'zingni ham gunohkor qilma deb erkak kishi xotiniga ixtiyorini beradi, agar qodir bo'lmayotgan bo'lsa-da. Bu narsada boshqa erkakning vazifasi yo'q. Endi aytmoqchimanki, agar bir ayol bo'lsa bu erkakning hayotida, ya'ni shunga qaramasdan mana shunaqa holat bo'layotgan bo'lsa, shuni bilish kerakki, Alloh nima uchun ayollarni masalan 4 tasini bitta erga bog'ladi? Mumkin dedi shuni. 4 ta xotin bitta erga xotin bo'lishligi mumkin dedi. Lekin aksini aytmadi. Ya'ni bitta xotin 4 ta er bo'lmaydi masalan. Nimaga? Shuni bir hikmatidan mana shu hozir siz so'rayotgan savolga bir javob oladiki fuqarolar. Demak, ayol kishi aslida 4 kunda bir marta bo'lsa ham o'sha to'shak masalasida u qanoatlana oladi. Erkak kishi har kunga u qanoatlanishligi yoki qodir bo'lishligi mumkin. Ya'ni har kun xohlashligi ham mumkin. Shuning uchun erkak kishiga 4 ta ruxsat berilgan. Lekin ayol kishiga u 4 kunda bir bo'lsa ham yetadi. Aks holda Alloh bunga ruxsat bermas edi. Ya'ni 4 kunda bir unga aylanib shunaqa navbat kelishligiga-da va o'zi 4 kunda bir ham farz qilmadi-ku o'sha 4 ta xotin bo'lgan taqdirda ham. Ehtimol bu keyingi navbatga ham qolib ketishi mumkin. O'shanda 8 kunda bir bo'lib ketadi. Shuning uchun aytdik yuqorida fuqarolar aytgan bir poklikda bitta bo'lsa ham aslida bu erkak vazifani ado qilyapti deyiladi. Demak, muammo nimada? O'sha ayol kishi sabr qila olmayotganligida muammo demak to'shak o'sha istalgandek bo'lmayapti degani. U hattoki bir oyda bir bo'lsa ham. Agar u istalangandek faol bo'lsa, aslida ayol kishiga 4 kunda birmi yoki mana aytilgandek shu bir pokligida birmi u kifoya qiladi. Kifoya qilmayapti degani bu oxirigacha bormayapti degani. Bu endi nimadan bo'ladi? Er-xotin bir-birini tushunmasligidan. Erkak ayolini qo'zita olmaydi, ayol yoki erini oldida tortinadi, uyaladi. Nimadir bo'ladiki, shu bir-biriga ochiq bo'lmaydi munosabati. Mana shu sababdan chala qolib ketadi ayol kishining xohishlarida va o'sha sababdan keyin tinimsiz o'zini xohlayotgandek his qilaveradi. Bu misol uchun aytaman, ta'bir joiz bo'lsa, xuddiki makaron yeb qorinni shishirishga o'xshaydi. Bir odam masalan kuniga bir 10 tog' makaron yesa nima bo'ladi? Ishiveradi, to'yib ketayotgandek his qiladi, lekin bir pasdan keyin och qolib ketaveradi. Chunki uni ozuqasi yo'q. Lekin bir odam to'yib bir kunda 1 kilo go'sht yesa, shu bilan 1-2 kun ovqat yegisi kelmayveradi. Go'shtga yuziga ham qaragisi kelmaydi. Ana shunga o'xshaydi bu er-xotinlik munosabati ham. Agar bir to'yinsa ayol kishi odatda bunaqa narsa bo'lmaydi. Shu to'yinmayaptiki, shuning uchun har soatda kerak bo'lsa o'zini xohlayotgandek his qiladi. Buning uchun shuni nima qilish kerak? Munosabati ochiq bo'lishi kerak. Men doim aytaman, er-xotin o'rtasida andisha bo'lmaydi. Ya'ni erkak ham ayolga ochiq aytish kerak, ayol ham eriga. Keyin erkaklarda shunaqangi bir ma'naviy muammo bor. Agar mana shunaqangi charchayotgan holatida ayol uni xohlasa, u erkak o'zini holatini biladi-ku, o'sha ishga yaraydimi, yaramaydimi. O'shanda uni ma'naviy shunday miyasida bir xavotir paydo bo'ladi. Hozir shu ishga yaramasam men keyin uyalib qolaman degandekda, shuning uchun keyin yo'q deydi. Bu endi ayol vazifasi bo'ladi. Erkak o'shanaqangi holatda bo'lsa ham uni o'sha to'shakka yaroqli qilib olish ayol vazifasi. Ayol o'sha paytda eridan noz qilib, eriga arazlab, nimaga menga bunday bo'lyapti deb
janjal to'polon qilsa, bu borgan sari orqaga ketadi. Erkak kishi keyin ayolini ko'rsa, shahvat qo'zishni o'rniga, ayolini ko'rsa o'sha janjal iziga tushadi-da, shahvati qaytib ketaveradi. Ayniqsa ko'p xotinlik holatlarida mana shunaqa bo'ladi. Shuning uchun bunaqa paytda ayolda ham vazifasi bor. Erkak odatda shahvati kelsa charchagan, charchamaganiga qarab o'tirmaydi. Erkak qachon buni bahona qiladi? Yo boshqa ayol bo'lsa, o'sha ayolini xohlaydi-da, shuni bahona qiladi, charchaganman deydi. Yoki boshqa ayolni xohlamagan taqdirda ham, bitta ayoli bo'lgan taqdirda ham bunaqa holatda o'sha o'zini holatiga ishonmagandan shunaqa qiladi. Bunaqa narsani yechimi ham o'sha ayolni vazifasi bu. Erini o'zi o'sha qo'zg'ata olishligi kerak. Eng oxirgi chora, mayli o'shanda ham er xohlamayapti yoki yaramayapti. Unda nima oxirgi chora? Erkak o'zi qilmasa ham bu ishni boshqa yo'llar bilan ayolini qondirish kerak. Shu oxirgi chora bu. Bu halol. Buni endi tafsilotiga kirish hojati yo'q. Har qanday erkak ayol o'zi biladi buni munosabatida. Vallohu alam.